Farg'onani shuncha ko'rsatib charchamaydilarmi deganlarga Kirgilidan ham zo'r joy topib qo'ydim. Qadimda ko'rasizlar. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Xo'p, noturarga tayyor hujjatlari olingan. Olasizlar, patkurish qilib topshiriladi. Xo'p, buni ofis qilib foydalansangiz ham bo'ladi. O'zini sanoqchiligiga ega. Adresni tushuntirib o'taman. Xo'p, mana bu joyimizni ham patkurish, hamma yo'g'imizda patkurish holatda topshirishadi azizlar. Adresimizga keladigan bo'lsak, Svitlanada, Kirgili Svitlanada. Xo'p, hamma yo'g'ini patkurish 0 ga qilib topshirishadi. Noturarga aytib o'tganim dokument olingan mana joyda mana. Xo'p, bu tomonimiz mana nimadan kelish, Fimpizabaysidan kelish, bu tomonimiz Shodlik. Lokatsiyamiz olsa ham zo'r joyda. Xo'p, yana bizga qo'shimcha bu tomonimizda ham joyimiz bor mana. Bitta xonamiz bor, 2 xonami. Kvartirani shu bo'lib shunaqa ko'rinishga keltirishga aytib o'tgandek patkurish holatda topshirishadi. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, batafsil ma'lumot beramiz.